Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari hamda Mebel kanalimizning hurmatli obunachilari. Sizlar bilan men har doimgidek boshlovchingiz Maqsudbek Mamatkarimov. Yaqin daqiqalar ichida sizlar bilan birgaman. Bugun ko'pchilik so'ragan, ko'pchilik kutgan, ko'pchilikni talab istaklarini inobatga olib Andijon jahon bozoriga tashrif buyurganmiz. Bu joyda ko'pchilik talab istagini inobatga olib shohona ugoloylar, ya'ni divan kreslolar hamda ularning ugoloylari haqida video obzor qilib o'tamiz. Narxlari necha pul bo'lyapti, hozirgi kunda necha pul sotilyapti, qanday xom ashyolar, qanday materiallar ishlatgan, bularni hammasini ustani o'zi bilan birgalikda bilib olamiz. Agar video yoqsa, like bosib qo'yasizlar, kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsalar ham kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa bugun sizlarga juda ham chiroyli, go'zal holatda video obzor qilib beramiz. Agar sizlar tayyor bo'lsalar, biz ham tayyormiz. Video obzorimizni boshladik. Do'stlar, usta Otabek aka, assalomu alaykum. Charchamay, sog'ligingiz yaxshi? O'zingizlar ham. Charchamayapsizlar? Savdolar yaxshi bo'lyaptimi aka? Aka, o'zingizlar ham. Bizimizlar? Aka, bizni Mebel kanalimiz obunachilari ko'pchilik so'radi, shohona ugoloylarni ham chiqaringlar deb. Bugun xudo xolasa kelib, siz ishlaringizni havas qilib, shu obunachilarimizga ham bir ko'rsataylik degan maqsadda obzor qilmoqchimiz. Aka, bemalol obunachilarimiz bilan salomlashib qo'ysangiz bo'ladi aka. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Otabek aka, obzorimizni boshlashdan oldin aka shu narsani aytib qo'yishimiz kerak. Birinchi sex adresini aytib o'tamiz, ishlab chiqarish manzilingizni. Seximiz aka bizniki Jibidga o'chasida, Oxyorda qilamiz. Andijon shaharga qaraydi. Andijon tumaniga. Andijon tumani Jibidga o'chasida, hokim dachasining yo'lida. Ashirga kirib telefon qilishsam, o'zimiz olib kirib ketaveramiz. Agar ustani nomerini ekranga yozib qo'yamiz, lokatsiya tashlab berasiz, sexingizga borib ko'rsa ham bo'ladi. Tashlab beraveramiz. Sexga borib ko'rsa ham bo'ladi. Sexga ham tayyor. Dastlabki xizmatlari qanday bo'ladi aka? Dastlabkilarimiz shaharning ichida dastlabki xizmati bo'lyapti. Uzaro joylarga, misol uchun vohalarga, uzaro joylarga kelishilgan holda arzonroq qilib beryapmiz. Hozir o'zimiz gaplashib, hali arzonroq gaplashib beryapmiz. Dastlabki xizmatlari shu Andijon shahri bo'ylab bepul amalga oshirib beriladi. Andijon shahri bo'ylab boshqa tumanlarga va boshqa viloyatlarga kelishilgan holda dastlabkasi pulni yetkazib beriladi. O'zimiz kelishib arzonroq gaplashib jo'natib beraveramiz. Shu uydan turib faqat pulni berib, agar Telegramdan yoki WhatsAppdan chiqishadigan bo'lsa, misol katalog tashlab berishingiz ham mumkin. Ha, kataloglar, rasmlar tashlab beraveramiz. Tushunarli. Uzaro joylarga ham aka, keling, bo'lmasa birinchi bo'lib shu komplektimizdan boshlaydigan bo'lsak, buni razmerlari, matolari qanday bo'lgan, ichiga qanaqa yog'och ishlatilgan, shular haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, buni razmerlari necha aka buniki? 3,5 ga, bu yog'i 2,5 joyga tushadi. Toshnisi 340 ga, mana bu 240. Ash toshni degan 3,5 ga 2,5 joyga to'g'ri keladi bu. 3,5 joyga qo'yilaveradi. O'zi aslida holiroq tushadi. Toshni qo'yaman deganlarga bu yog'i 340 toshni bo'ladi. Bu yog'i 230 yo 240 ga boradi toshnisi. Toshni tushadigan joy. 3,5 joyga qo'yiladi o'zi aslida standart. Aka, uyda to'ra burchagiga aylanadimi? Aylanaveradi. To'ra burchagiga aylanaveradi bu. Mana o'rtadagi minisini bu yoqqa olsa, bu yog'i uzayadi-da, mana yoqqa kaltayaveradi, kelaveradi. Yog'ochlari 100% sasna yog'ochda bo'ladi. 100% sasna yog'ochda qilingan. Materiallari, mana matolari turetskiy bo'ladi. Mo'shi, yuvsa ham bo'laveradi. Ichiga aka, materiallari haqiqatda turetskiy material qo'yilibdi. Mo'shi, chiroyli. Pampers prujina. Pampers ortoped prujina, boshidan oxirigacha butun, o'rtasida ulag'i yo'q. Lekin aka, o'tirgan odam to'g'ri turgisi ham kelmay qoladi ekan, haqiqatda. Xudo xolasa xizmati ham zo'r. Lekin ishlatgan odam maza qiladi. Bitta narsani aytishimiz kerak do'stlar, men o'zim sizlar misol uchun sifat qanaqa ekan deb o'ylanishingiz mumkin. Men o'zim jonli ko'rib turibman. Sifat darajasi haqiqatda zo'r. Men misol uchun bemalol sizlarga tavsiya qilaman. Bu akamizni men anchadan beri taniyman. Har bitta gapirgan gapiga javob beradi, labzi halol. Misol uchun agar ertaga siz buyurtma qiladigan bo'lsangiz ham sizni hech qachon uyaltirib qo'ymaydi. Men bunga kafilman. Xudo xolasa akaning ishlari yaxshi. Xo'p, aka, hozir bitta, ikkita, uchta bolishi bor, ikki burchakda bittadan yumaloq bolishlari qo'yilgan ekan. Aka, buni 5 ta bolishi bor. Bolishlarining ichi ularning ichi sintifon machalka bo'ladi. Sintifon machalka qo'yilgan bular aka. Bolishlarining ham o'zini joylari bor. Mana uni hozir
Bunday ovorsangiz hali yalanglikka o'xshab qoladi. Dizayn bilan bichilganda bolishlari ham bunday qo'yib qo'ysangiz chiroyli turadi. Har bir bo'g'imiga bolishi bor bittadan. Har bitta bo'g'imiga. Ha, bu chaklari tushgan joyiga. Chaklari tushgan joyiga nimasi bor? Har bitta bo'g'imiga. Aka buni chakalari MDFda ishlangan ekan. Xudo xolasa ular MDFda bo'ladi. MDF. Kraskalari ham xona akvarium fonda qilingan. Kalyonli oyna. Honda razmeri necha bo'ladi aka? 180 ga 80 bo'ladi. 2 metrga 80 ligi ham bo'ladi. Agar uzunroq deganlarga buni uzunroq ham zakasiga qarab chiqarib beraveramiz. Hozir komplektimizda 3 ta pufi bor. Aha, 3 ta tumbasi bor. 3 ta tumba joylashgan. 5 dona bolishi bor. Ishimiz 4 bo'lak bo'ladi, uzunroq bo'ladi razmeri. Ha, 4 bo'lak bo'ladi bu. 1.15 dan ham xudo xolasa yaxshi ishlanibdi. Orqa tomonlari ham do'stlar o'zini matosidan ishlatilibdi. Endi hozir bu joyda ko'rsatishda uncha imkoni bo'lmayapti. Lekin orqa tomonlarni ham o'zini shu chekalarga qo'yilgan matodan foydalanib. Endi Otabek aka buni bizni Mebel kanalining obunachilariga necha pul chiqarib beramiz aka? Xudo xolasa iloji boricha arzonroq qilib 8,5 million sotyapmiz. Sizni kanalingizdan chiqqan obunachilarga 8,5 milliondan mana stoli bilan komplegini beramiz. Shu turishi, shu turishi bizni kanal obunachilariga Mebel kanalidanman deb telefon qilsanglar do'stlar 9,5 million so'm sotilayotgan ish 1 million so'm skidka narxida 8,5 million so'mdan olsanglar bo'ladi. Lekin aka sizga men katta rahmat aytaman. Misol uchun 1 million so'm ham katta pul. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha aksiya qilib kanalingizdan chiqqanlarga aksiya qilib beramiz qo'ldan kelgancha xudo xolasa. Endi agar kattaroq razmer so'rasa imkoniyati bor. Misol uchun chiqarib berishdi yoki kichaytirishdi imkoni bor. Kichikroq razmer so'raganlarga ham imkoni bor. Kattaroq razmerlarni qo'shib beradi. Mana o'rtasidan mana bitta qo'shib bersa, yaxshi 5 metrli uylarga tushaveradi. 5 metrli joylarga tushaveradi. Mana xonadan ham ikkita bo'ladi. Tumbasi ham qo'shiladi. 6 ta tumba bo'ladi. Uzun bo'lib nima bo'ladi? Rasmlaridan tashlab beraman. Telegramlardan. Xo'p, azizlar ustiga aloqa chiqarasizlar. Agar Mebel kanalidanman deb telefon qilsanglar 1 million so'm arzoniga 8,5 million so'm yozsanglar bo'ladi. Endi bu keyingi shohona go'lovimizni ko'rsatadigan bo'lsak, bu ham hozir bu bilan bir xil ishlangan, faqat rangida farq bor xolos. Rasvetkasida farq bor. 4 xil sveti bor bular. 4 xil svet bor. Misol uchun aka, shu joyda bitta narsani aytib so'rashim kerak. Misol uchun shu matolari o'zgarsa, narxi o'zgarmaydi. Yo'q, pul o'zgarmaydi. Pul o'zgarmaydi. Bir xil narxda chiqaveradi. Endi qachonki qo'shimcha qo'shilsa, razmerlari kattasi yoki kichraysa, keyin narx o'zgarishi mumkin. Endi hozirlik bu narsani olib ko'rsatyapmiz. Azizlar, bu narsa misol uchun komplektda narxiga qo'shilmaydi. Bu o'zi alohida sotiladi. Agar bu nimalari bu sotmaydigan tanakalari to'shakchasi. Bu to'shakchasi bo'ladi bu. Agar buni ham kerak deydigan bo'lsa, misol uchun o'zini narxiga olib qo'shib chiqarib berish mumkin. Buni ham arzon qilib, siz obunachilaringizga ichida qilib chiqarib beraveramiz olib. Kerak desa. Kerak deb qolsa. Endi buni hali kimdir oladi, kimdir olmaydi. Kimdir yaxshi kerakli odamlarga buni ham ichida qo'shib chiqarib beraveramiz, gaplashib. Kerak deb qolsa qo'shib chiqarib berish imkoniyatlari bor. Imkoniyati bor, ha. Buni ham qilib beraveramiz. Buni ham narxi 8,5 million so'm. Mebel kanalidanman deb telefon qilsanglar 1 million so'm arzoniga 8,5 million yozsanglar bo'ladi. O'zi 9,5 million so'm sotilyapti. Mana bozorda turibmiz, realniy gap. Xo'p. Buni ham materiallari aka haqiqatda toza turetskiy mo'shi material qo'yilibdi. Kalyonli oyna, bolishlari. Aka buni hozir misol uchun bolishidan yana qo'shib bering desa, qo'shib berish imkoniyati bormi? Qo'shib berish imkoniyati bor. Unda narxiga qo'shilib qoladimi? Tumbasidan qo'shib berish imkoniyati bor. Qo'shib berish imkoniyati bor. Qo'shib bersa bo'laveradi. O'zini nimasi bor, narxi bor. Mana buni jupini 500 mingdan qo'shib beramiz. Siz obunachilaringizga bo'lsa, buni donasini 200 mingdan qo'shib beramiz. O'zini tan narxiga qo'shib berilaveradi. Tan narxiga qo'shib beraveramiz. Aha, tushunarli. Qo'sh imkoniyatlari bor. Bolishcha desa, bolishchasini bekarga qo'shib beradi. Xullas, klientni talab istagidan kelib chiqib, xohlagan anaqasini qo'shib berish imkoniyatlari bor. Xohlasa, iloji boricha klient aytganiga qarab qilib beraveramiz. Hamma tumba desa, tumba, bolish desa, bolish qo'shib beraveramiz. Juda yaxshi aka. Endi bu komplektimizga o'tadigan bo'lsak, hop bunimizni ishlovlarida, keyin chekada, tepada qoshlarida farqi bor ekan. Hop, aka buni razmerlari ham bular bilan bir xil chiqyaptimi hozir? Buni razmerlari bular bilan bir xil aka. Aha. Faqat mono nimalarida farqi bor, xolos. Dizaynlari ham bir xil, gullarida farqi bor. Tepa qoshlari bilan chekasiga MDFda chiqadi. Naqshlarida farqi bor. Bu 3 qavat MDFda chiqadi bu. Bunisi 3 qavat MDFligi, yong'oq yog'ochligi ham bor.
4D variantida bular. 3D ham emas, 4D varianti. 4D variantida. Bu tepalarini yong'oq qilish imkoniyati ham bor. Tepalari yong'oqligi ham bor. 3 qavat MDF'li bular. Aka bularga Narigilarimiz 2 qavat ko'pchilik MDF bo'ladi. so'raydi, garantiyasi necha yil garantiya bera oladi? Bularda aka shu 3 yildan 5 yilgacha garantiya beryapmiz. Endi garantiya qanaqa? Misol uchun 3 yilda ishlatma olmaydi, 5 yilda ishlatma olmaydi demaymiz. Endi hamma narsa ham tutishga bog'liq. Tutishiga bog'liq. Yangilab berish servis xizmatlari bor. Machalkalari aka beradi, yangilab beraveramiz. zichligiga necha plotis qo'yilgan bularga? Bularda 22-19 plotisni ishlatamiz. Anjam machalka emas, shu qozoq bilan sammesli machalkalar ishlatiladi. Yaxshi machalka. 22 ham o'zi yaxshi machalkada, sifatli machalka. Buni narxi endi siz aytyapsiz, chekalarida, tepa qoshlarida farqi bor deyapsiz. Buni narxi necha pulga chiqadi buniki aka? Bularda narxi aka o'zi 12,5 million sotyapmiz. Sizning obunachilaringiz chiqsa 11,5 million qilib beramiz. Buni ham 1 million so'm arzoniga berasiz. Yaxshi. Xo'p. Endi buni ham ranglarini o'zgartirish imkoniyatlari bor. Tanlaveradi. Xohlagan sifatida aboy pardalariga moslab qilib beraveramiz. Bu ham uyda to'ra burchakga aylanadi. To'ra burchakga aylanaveradi. O'nchab bo'ladi. Razmer tanlamaydi bular. Xo'p, materiallari xudo xolasa azizlar, agar dog' bo'lib qolsa, kir bo'lib qoladigan bo'lsa, mo'yishi shu sodali iliq so'kib turib, bemalol cho'tkalab yuvib foydalansa bo'ladi. Lekin ishni sifatiga haqiqatda gap so'z bo'lishi mumkin emas. Sifati, kачествоsi chet ellikidan qolishmaydi, lekin chetdan kelayotgan mebellardan kelayotgan narxi 2 barobar arzon. Lekin sifati bir xil. Xudo xolasa sifati zo'r, behijolat. Aka, bu tushunarli bo'ldi. Endi bunga o'tadigan bo'lsak, bu divan kresloli varianti ekan, aka. Bitta mashina divan kresloli varianti. Yangi chiqardik, yangi. Bu yangilik narsa bu, ha? Dizaynlari ham yangicha ishlangan buni. Buni chekalariga ham bitta alohida e'tibor berib beramiz. Kamerani yaqinroq olib kelib, sifati xudo xolasa o'ta go'zal chiqqan, umuman defektsiz, nihoyatda chiroyli ishlangan azizlar. Tepa qoshlarini ham bir qator ko'rsatadigan bo'lsak, laklari, kraskalari hamma yo'g'i nihoyatda joyida, maromiga yetkazib ishlatilgan. Aka, buni razmeri necha metrli joyga tushadi bu? Buni razmeri aka divani 2,5 metr, toshnisi 2,40. 2,40. Kreslolari 1,10 dan bo'ladi. Ve uzun qilib tersangiz, acha 2,5 ga 1,10 dan 220 yu 470. 470 ga boradi. 5 metrli joyga tushaveradi. Mana qasigimda burib tersangiz, acha 370 bo'ladi, 4 metr joyga tushadi. Ha, buni hozir ikki xil variantda tersa bo'ladi. To'g'rimi aka? Shu uzun holatda qo'yib olsa ham bo'ladi yoki bo'lmasa, bu bitta kreslosini bu tomonga qo'yib turib foydalansa ham bo'ladigan holatda chiqadi. Kichkina qilib tersa ham bo'ladi. Ikki xil variantda tersa bo'laveradi. Katta zallarga tushaveradi bular. Hollarga, zallarga tushaveradi. Lekin aka, ishga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Haqiqatda bu joylari ham ancha yumshoq ishlanibdi. Unaqali yupqa machalka qo'yilmagan. Machalkalari bo'lsa, garantiyalari bor. Bular polishalariga ham boshqacha qilib qo'ygan. Dizaynlariga ham alohida e'tibor qaratib qo'yasizlar. Haqiqatda turetskiy fasonda ishlanibdi. Bu joylariga ham mana polniy naqshlar bilan akalarimiz zo'r qilib ishlashibdi. Lekin aka, bu narsani ham zo'r qildilar lekin. Bu ham uni ham mana bezak uchun. Ancha bezak uchun qilinibdi. Xo'p, bu ham aytilgandek ortopedskiy pampers prujina. Xudo xolasa ortopedskiy pampers prujina. Lekin bu hozir mana mashq turishda men o'tiribman aka, bemalol mazza qilib o'tirib foydalansa bo'ladigan holatda ekan. Azza bu o'tirgandan keyin turginglar kelmay qolar ekan, to'g'ri gap. Men o'zim ham hozir turgim kelmay qolyapti. Aka, xo'p, bu tushunarli bo'ldi. Chekalari polni MDF dan 3 qavat MDF da qilingan deyildi. Bu materiallari turetskiy. Xo'p, razmerlarini aytdik. Xonlari akvarium xon, kalyorniy oyna. Endi buni qiziq joyi narxida. Narxini arzon qilib beramiz endi sizga obuna. Endi mana aka, bularni 1 milliondan skidka qilib o'tib berdingiz. Buning uchun sizga katta rahmat. Endi buni ham iloji boricha arzonroq qilib bersa aka, obunachilarimizga. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha arzon qilib beramiz. Buni o'zi to'g'risi boshida 15 million deb 13 million sotyapmiz. Xo'p. Hozir asha arzonroq qilib nima qilyapsiz? Sizlarning nimangizdan chiqqanlarga buni ham arzon qilib, asha 1 million aksiya qilib beraveramiz. Asha 12 milliondan xona bilan beramiz buni ham, komplegini. 12 millionga beraveramiz. 12 millionga xona bilan beramiz. Faqat Mebelch kanalining obunachilariga do'stlar, shu Mebelch kanalidan menda telefon qilsanglar, ana akamiz va'dasini olyapmiz. Bu yerda hech qanaqa yolg'on ketmayapti. Ertaga misol uchun agar shu YouTubedan ko'rib aka shu joyga kelsa,
shu narxda berasiz. Xudo xolasa beramiz. YouTube'dan biz masalan mana shuni 12 millionga beraman degansiz, 12 millionga bering deb kelsa beraverasiz, to'g'rimi? Beramiz. Misol uchun bular 8,5 million deyildi. 8,5 milliondan bering deb kelsa beriladi. Endi hali Beriladi. ko'pchilik shunaqa savol javob bo'lib qolyapti aka, biz YouTube'da ko'rdik, borsa u yolg'on ekan, unaqa narx Yo'q, yo'q yo'q, unaqa ekan, narsa yo'q. balobatda shunaqa gap so'z ko'p bo'lib qolyapti-da. Yo'q, unaqa yo'q. Xudo xolasa sizni kanalingizdanman deb kelsa, aksiya narxlarda qilib beramiz. Biz 1 million o'tib beramiz. Ularni ham mana 15 million deb 13 milliondan kamiga sotmaymiz deb chiqqanmiz o'zi. Sizni mana bu kanalingizdan kelganlarga 1 million bu ham aksiya. O'zi yangilik narsa, o'zi unaqa ko'p qilinmadi. Endi 3 ta 4 ta qildik. Yangilik narsamiz ham sizni kanalingiz uchun aksiya qilib beramiz. Lekin bitta narsani aytish kerak, puliga arziydigan narsa ekan. Xudo xolasa zo'r, puliga arziydi. Biz Misol uchun yoqdi bu, zo'r chiqdi. Borgandan keyin ham misol ko'rgan odam ancha-muncha odamga yoqadigan ish bo'libdi-da bu. Xudo xolasa hamma yo'g'i yaxshi. Xudandaga bersa ham hijolat qilib qo'ymaydigan, uyni to'g'risida ham yarashib turaveradigan zo'r narsa chiqdi. Materiallar ham mo'shik, bemalol yuvib ishlatishaveradi. Bu materiallar ham o'zi arzon turmaydi, men ham bilaman bularni. Qimmat material. Toza material ishlatilgan ekan. Xo'p. Aboy pardalarga ham zo'r tushadi. Ya'ni ko'p joyga narsa Endi misol uchun sizga telefon qilishib, aboyini yo pardasini tashlasa, shunga moslab turgan materiallarni chiqarib berish o'zgaraveradi. Materiallar o'zgaraveradi, lekin puli o'zgarmaydi. Material o'zgarsa, materiallar o'zgaradi. puli o'zgarmaydi. Aytgan talabiga qarab qilib beraveramiz. Xohlagan svetida. U do'stlar telefon qilaverasizlar, xullas hamma imkoniyati bor. Aka mana Otabek aka usta, o'zi birinchi qo'l usta, o'zi ishlab chiqaradi, olib sotmaydi. Aka xudo xolasa ko'rsatadigan ishlarimizni hammasini ko'rsatdik. Endi yana qo'shimcha ma'lumot bo'lib qolsa ustaga telefon qilaverasizlar. Aka sizga katta rahmat. Bizga vaqt ajratganingiz uchun, obunachilarimizga vaqt ajratganingiz uchun. Ba'zilar bemalol telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Keyingi video obzorlarimizda yana qanaqa sizlarga nimalarni obzor qilib beraylik, uni ham kommentariyalarga yozib bersanglar, xudo xolasa shunga qarab turib harakat qilamiz. Barchalarga katta rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.